Okay. Xo'p, do'stlar, multi-level imtihonida shu bizda multiple choice savollari bor. Multiple choice savollari keladi. Bular odatda bolalar part 4 da keladi, aniq. Part 4 da. Va part 5 da ham 2 dona multiple choice savol beriladi. 2 dona multiple choice savol beriladi. Endi multiple choice savollarida bilasizlar, a question savol beriladi and four options. 4 ta option beriladi. Ya'ni ular A, B, C va D bo'ladi. Xo'p, endi bu holatda biz masalan qanaqa qilib yondashamiz multiple choice savollariga? Endi bolalar qaranglar, o'zingizlar masalan readingda har bitta savol turini ishlayotgan paytda birorta ham bir shortcut degan narsa yo'q. Masalan bitta usulni, допустим, o'rgataman yoki masalan bitta senga tryukni aytamanki, multiple choice'lar yorib yuborsan degan hech qanaqa bir qisqa yo'l yo'q. Tushunyapsizlar? Bir kunda masalan multiple choice savollarini cho'tki qilib ishlab, ularni hal qilib yorib, masalan zo'r bal ovoradigan qilish iloji yo'q. Bir kunda. Bu o'sha a series of practice da, praktikalar seriyasi natijasi kelib chiqadi. Ya'ni men sizlarga hozir imtihonda nima qilishni ham o'rgataman, lekin imtihongacha bo'lgan davrda ham nima qilishdan kerakligini amaliy ko'rsatib beraman. O'zim sizlar bilan ishlab, o'sha readingni analiz qilib, sizlarga ko'rsatib beraman. Xuddi o'sha men ishlagan usulda ketadigan bo'lsalaringiz, xudo xolasa multiple choice keyin oshadi. Tushunyapsizlar? Hozir mana bu darsni ko'rib qolsangiz multiple choice oshmaydi, lekin shu darsni ko'rib, shundagi maslahatga amal qiladigan bo'lsangiz keyin oshadi. Shuni oldindan his qilib olinglar. Okay? Endi qarang, my tip for multiple choice questions. Meni multiple choice questionlarga bo'lgan tipim qanaqa? Qarang, birinchi o'rinda read the question and the options carefully. Birinchi o'rinda qarang, multi level bo'lgani uchun savolni ham, optionlarni ham yaxshilab o'qib olaman. Qarang, bu yerda mana bu carefully degan joyi immuniy urg'u berilyapti. Buni bold olib qo'yaman. Nimaga? Chunki siz bu savolni yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Tushunyapsizlar? Tushunib olishingiz kerak. Endi practice jarayonida qarang. Mayli, buni keyin aytib ketaman ekan, hozir ishlayotgan paytimizda ko'rsataman. Undan keyin bolalar, qaranglar, undan keyin masalan when you are reading the paragraph to find the answer. Agar siz shu javobni topish uchun bitta reading paragraf o'qiyapsa, masalan, javobini topmoqchisiz, o'qiyotgan paytingizda qarang. Try to understand the whole meaning of it. Uni butun bolalar ma'nosini tushunishga harakat qiling. Not individual details. Haligi individual berib qo'ygan detallarni o'zini emas. Masalan, yagona bir dona haligi bitta qatorga yopishib olmang yoki masalan bir dona so'zni o'zidan javob chiqarishga harakat qilmang. Ya'ni qo'pol aytganda ko'p multiple choice savollari butun paragraf bo'yicha beradi-da, savolni paragraf bo'yicha beradi. Ya'ni paragraf bo'yicha bergandan keyin o'sha paragraf bo'yicha nima qilishingiz kerak? Javobni o'qib topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani bolalar, siz paragrafda ma'nosini tushunishingiz kerak. Paragrafda ma'nosini polностью bitta qatorda emas. True false not given da qarang, butun paragraf bo'yicha savol bermaydi. True false not given da bitta gapni o'zidan savol beradi. Sentence completion da gap to'ldirish, bitta so'z to'ldirish bor-ku, so'z yozib qo'yish. Completion savol turlari. O'shanda bir dona so'z orqali beradi savol. Lekin multiple choice da matching heading o'xshab ketadigan joyi bor. Butun bitta paragrafda ma'nosini tushunganingizdan keyingina javobni to'g'ri ola olasiz. Tushunarli? Ko'pida. Yana bitta bunga bolalar isbot. Masalan, 4 ta option bo'ladi bizda. A, B, C, D. Qarang. Bu to'rala option o'sha bitta paragrafda har xil joylarda terilgan bo'ladi. Ya'ni bu mana to'rovi ham bitta paragrafga ketgan bo'lish kerak. Shuning uchun ham mana bu paragraf to'liq tushunish orqali siz to'rov savolni ham nima qilasiz? O'qib qamrab olasiz. Tushunyapsizlar? Keyin bolalar, ishlayotgan paytingizda qarang. First, try to eliminate the clearly yoki masalan the obviously wrong answers.
aniq xato bo'lgan variantlarni birinchi chiqarib oling. Qarang, mana shu narsa easier than finding a correct one. To'g'ri javobni topishdan ko'ra, qarang, xato javob chiqarib olish osonroq bo'ladi. Tushunyapsizlar? Qarang. Mana shu holatda ko'p multiple choice savollarida qarang. 2 is gone. Ikkita variant ketar. Masalan, A B C D dan, допустим, yo A, yo masalan A bilan C, yo B bilan D, yo A bilan B, ikkita variant olib chiqib ketadi bolalar. Ya'ni bu narsa sizga qoldiradi. Qarang, 50% of the chance. Matematikaga soladigan bo'lsa, ehtimollar nazariyasiga, masalan, A B C da 4 ta variant bo'lsa menda, to'rovdan to'g'ri javob topish ehtimolligim 25% hozir. Tushunyapsizlar? Ya'ni 25% ehtimolni topa olaman. Nu, ikkita javob eng xatolarni chiqarib oladigan bo'lsam, menda javob topish ehtimolligim 50% ga ortadi. Masalan, mabodo vaqt yetmay qolib, masalan, yoki допустим, nima deydi, aqlim yetmay qolsa, o'sha javobni topgani bo'lmadi deganda taxmin qiladigan bo'lsam ham sal aqlliroq taxmin qila olaman. Xato javoblar chiqarib olishim orqali. Tushunyapsizlar? Ya'ni bu degani, masalan, 50% dan ikkitadan bittasi to'g'ri chiqib qoladi, lekin 25% da to'g'ri chiqish ehtimoli kam. Bunda siz masalan katta ehtimolda yutqizib qo'yishingiz mumkin. Siz 3 kishiga bitta to'g'ri javob bor, qarang, bitta to'g'ri javob, 3 ta xato. Siz 3 kishiga qarshi urushayotgan bo'lasiz bunda. Xato javob chiqarib olmasa agar mabodo. Nu agar ikkita xato javob chiqarib olsangiz, mana bitta to'g'ri javob, bitta xato javob. Bitta xato javobga qarshi urushasiz xolos. Ya'ni bu degani ancha yengilroq bo'ladi jang siz uchun. Nisbatan yengib o'tasiz. Endi masalan, juda haligi taxmin qiladigan vaziyatgacha borib qolmanglar, xudo xolasa birinchi o'rinda, lekin mabodo endi bilib bo'lmaydi, imtihon ham bu safar nima bo'ldi? Har bitta sectionga alohida vaqt beryapti. Masalan, oldin writing sal erta tugatib, masalan, reading ko'proq ishlasa bo'lardi. Yoki masalan, reading ishlayotganda vaqt tugab olib qo'yish bo'lmasdi. Writingni vaqtidan ketib ham masalan yana ishlasa bo'lardi. Hozir unaqa emas. Javoblar ko'chirish va hokazo hammasi ichida. Okay? Shuni hisobga olgan holatda mana shu eliminate eng asosiy bo'la texnika mana shu. Eliminate degani, xullas chop degani, xato javoblarni olib tashladigan ma'noda keladi. Tushunyapsizlar? Eng asosiylari mana shu. Endi hozir sizlar bilan o'sha praktika. Mana masalan bo'la, mana reading. Tasavvur qiling, menga shu reading berilyapti. Pastda multiple choice savollar bor, 3 ta. What does the writer bitta savol kelyapti, 4 ta option. What does the writer say about dictation? Xullas dictation haqida writer nima deyapti? Endi bu degani mana bu paragrafda mana полностью dictation haqida допустим gapirgan va 4 ta variantdan 3 tasi xato, bittasi to'g'ri. O'shani topishim kerak. Qarang, Ada aytayaptiki, it helped people learn to read. U odamlarga qarang, o'qishni o'rganishga yordam bergan. U yordam bergan ekan, qarang. Keyingisi, it affected the way people wrote. U odamlarning yozish usuliga ta'sir qilgan. Okay. It wasn't used until the 11th century. U 11-asrgacha foydalanilmagan. Okay. It was used mainly for correspondence. U asosan correspondence uchun qo'llanilgan. Correspondence degani buni hozir ishonchim hosil bo'lsin, ko'rib oldingmi? Da. Haligi business writinglar, rasmiy xatlar bo'ladi-ku, faqat o'sha uchun qo'llanilgan deyapti, dictation. Xo'p, yaxshi. Qarang, tekstni ko'ryapman. Reading and writing, like all technologies, are constantly changing. In ancient times, authors often dictated their books. Avtorlar kitoblarni dictate qilishgan ekan. Men boshlayap chetdan qarang. Dictation sounded like an uninterrupted series of words. Qarang, dictation o'sha uninterrupted degan qarang, bo'linmagan so'zlar seriyasiga o'xshab qolgan. Masalan, bo'linmagan degani bo'la bunday narsa. Aytaylik, men yozyapman, mana bu yerga qarang. Masalan, we are masalan students deyapman. Men qarang, hozir kattalashtiraman. Mana. We are students desam, qarang. Bularni o'rtasini ochganim yo'q davom etdi. Tushunyapsizlar? Mana. Aytdim, neh bo'lsam keyin ko'rinadi mana. Neh bo'lsam we are students bor. Bu yerda interrupted bo'ldi hozir, orasi ochildi. Nu, uninterrupted degan mana holat bo'lgan. Xullas, dictation qilganda, masalan, bitta savol o'qib berayotgan bo'lsa, bu sounded like an uninterrupted series of words. Bo'linmagan so'zlar seriyasiga o'xshab qolgan ekan. So, scribes, shuning uchun ham scribelar, ya'ni o'sha xattotlar
wrote these down in a long continuous string. Bular o'sha so'zlarni uzun qilib yozib ketishavergan ekan. Xuddi pastda yozganimdek. Just as they occur in speech. Xuddi ular gapirganda sodir bo'ladigandaqa. Men masalan gapirganda orada probel tashab gapirmayman-ku, to'g'rimi? O'shanaqa bo'lmagan ekan ularda. For this reason, shuning uchun ham text was written without spaces between words until 11th century. Shuning uchun ham qarang, tekst yozilgan spacelarsiz, probel tashlamasa yozilgan ekan so'zlar o'rtasida 11-asrgacha. Endi qarang. Xullas mana dictation bor bo'lgan, e'tibor bering, dictation bor bo'lyapti-da. Dictationdan mana dictation borligi uchun scribe'lar nima qilyapti? Uzun yozib ketishyapti. Va shu sababli ham tekstlar o'rtada joy tashalmasdan 11-asrgacha yozilyapti. Qarang. 11-asrgacha yozilyapti degani o'sha holatda, demak 11-asrgacha dictation bor bo'lgan. To'g'rimi? Demak, endi maytda aytayapti, it wasn't used until 11th century deyapti. 11-asrgacha foydalanilmagan deyapti C-da. Mana bu yerga qarab turib, men C javob xato ekanligini bildim. Buni mana X qilyapman, chiqarib olyapman. Tushunyapsizlarmi? Mana bitta xato variant o'sha ketdi. Menda 25% ehtimoli bordi, 33% ga ko'taryapman. Endi qarang. This continuous script made books hard to read. Bu uzun bo'lgan script deyapti. Kitoblarni o'qishga qiyinlashtirib qo'ygan. Hard to read. Endi qarang. Hard to read o'qishga qiyinlashtirgan bo'lsa, endi maytda aytayapti A variantda it helped people learn to read. Odamlarni o'rganishiga yordam bergan o'qishiga. Bu yerda o'qishni qiyinlashtirgan deyapti. Bu yerda o'qishga yordam bergan deyapti o'qishga. Bir-biriga zid ma'lumot kelyaptimi? Ya'ni A javobni ham chiqaramiz. Bu ham xato. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda helped ga kiruvchi hard teskari bo'lyapti hozir. Xo'sh, yaxshi. Qarang, A bilan o'sha C ni men chiqarib tashladim. Endi yes. So only a few people were accomplished at reading them aloud to others. Shuning uchun kamdan kam odamlar ular o'qiy olishgan ekan. Being able to read silently, qarang, silent degan masalan sokin o'qiy olish o'ziga o'ziz was considered an amazing talent. Writing was even a rarer skill. Writing bo'lsa qarang, o'zi mana o'qiy olish bir ajoyib talant bo'lgan ekan, yozish bo'lsa undan ham noyobroq skill bo'lgan ekan. In fact, in 15th century, only 1 in 20 adult males could write. Yevropada 20 tadan bitta odam yoza olgan. Xo'p, correspondence haqida. Qarang, dictationda maytda masalan aytayaptiki, o'sha xattotlar yozib ketishavergan deyapti. Lekin masalan aynan xattotlar correspondence, ya'ni o'sha rasmiy hujjatlar uchun yozgani haqida bizga yozib ma'lumot berilmayapti. Hozircha bu not given. Mana qarang, A bilan bu ham xuddi true false not givenga o'xshab ishlanadi, qaranglar. A bilan C da o'sha falseligi aniq bo'ldi. Tushunyapsizlar? Lekin hozircha D bizga not givenga o'xshab turibdi. Not giving, chunki aynan o'sha rasmiy xatlar uchun yozishgan asosan degan joyi yo'qda bu yerda. Tushunyapsiz? Bu not given. Endi B variantda aytganki, u odamlar yozish usuliga ta'sir qilgan. Endi qaranglar, qanday qilib. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsalaring, qaranglar. Aytayaptiki, mana dictation xullas uninterrupted series of words bo'lgan. Dictation uninterrupted series of words bo'lgan. Qarang, mana bu yerda. Ular bo'linmasdan anaqa qilingan. Qarochi nima? Bo'linmasdan yozilgan, qarang. Shuning uchun ham qarang. Dictation o'sha aynan uninterrupted bo'lganligi uchun shuning natijasida mana so scribe'lar nima qilishgan? Yozishgan, ularni uzun qilib yozib qo'yishgan. Qarang, uzun bo'lib yozilyapti, masalan, kitoblarda dictation sababli. Endi for this reason mana bu joyga e'tibor bering. Mana shu sabab tufayli text was written without spaces. Tekstlar joylarsiz yozilish boshlagan. Ya'ni dictation uzun so'z bo'lib ketyapti. Masalan, qanaqa gapirsam o'shanaqa yozib qo'yishyapti. Natijada mana for this reason shu sababli tekstlar joylarsiz yozilyapti. Ya'ni bu degani o'sha dictation ta'sir qilgan odamlar yozish usuliga. Tushunyapsizlar? Ya'ni odamlar yozish qanday ta'sir qiladi? Odamlar ham o'sha o'rta joy tashamasa yozib ketishavergan. Ya'ni bu degani bizga hozir B javob true bo'ladi, B javob to'g'ri bo'ladi. Mana shu joyda sababi mana bu for this reason degan joyi u effekt qilgan deganga sal-pal o'xshab ketadi. Tushunyapsizlar? Endi bolalar, siz
Mana shu yerda gapirib o'taman. Uyda praktika qilayotgan jarayoningizda yaxshilab eshitinglar. Bu hozir masalan men sizlarga buni cho'tka qilib ko'rsatdim, zo'rlab tushuntirdim, xudo xolasa. Lekin uyda bu readingni endi siz uyda bajarayotgan paytingizda men xuddi hozir qanaqa qildim bolalar. Xuddi shu ishni qilinglar. Mana bu 4 ta variantni A B C D ni bekor bermaydi. Qayerdadir masalan shunga ishora ketgan bo'ladi. Iloji boricha to'la variantni ham analiz qiling. Men qanaqa ko'rsatganim, xuddi shunaqa analiz qiling va oxiri to'g'ri javobgacha bora oling. Va kerak bo'lsa, men masalan ko'pincha bolalar uchun maslahat beraman. Qaranglar. Manaqa list ham qiling, ya'ni why is it correct? Va daftaringizga yozib qo'ying. Masalan, bu yerda affected deyaptimi? Qarang, ta'sir qilgan odamlar yozish usuliga degani, ta'sir qilganga bola mana ustini sinonim bo'lyapti hozir. For this reason, shu sababli deyapti. Uninterrupted words bo'lganligi sababli tekstlar bunaqa yozilgan. Ya'ni shu ta'sir qilgan bularga deganida. Masalan, mana bu narsani men yozib olsam ham, masalan, menga yordam beradi tushunishimga, bu readingga. Okay? Keyingisiga o'tamiz, qaranglar. Endi. Okay. So now, let's see how we can do it. Qaranglar, according to the writer, what changed after the invention of the printing press? Qaranglar, printing press bilasizlar, masalan, bosib chiqarish, o'sha bosib chiqarish, masalan, printerdan chiqarish invention'igacha, o'sha paydo bo'lgungacha, paydo bo'lgandan keyin nima o'zgargan deyapti. Ya'ni bu degani bolalar, printing press o'sha bosmaxona, undan oldin odamlar nima qilishardi? Undan oldin odamlar o'sha qo'lda yozib chiqishganda, daftar, kitoblar, to'g'rimi? Masalan, boshqa usul bo'lmagan-ku, printing pressdan oldin. Endi qaranglar. After Gutenberg's invention of the printing press in about 1440, mass-produced books changed the way people read and wrote. Odamlar yozish va o'qish usulini o'zgartirib oldi. Technology of the printing increased the number of words available. Qarang, o'sha printingni texnologiyasi nima qilibdi? Mavjud so'zlar sonini oshirib olibdi. E'tibor beringlar. And more types of media va media turlarini ko'paytiribdi. Masalan, media ko'payib ketdi. Masalan, gazetalar ko'paydi, va nimalar? Magazinlar. O'sha masalan, magazin va gazetalar qarang, ko'proq turdagi medialar broadened what was written about. O'sha nima yozilish haqidagi narsani kengaytiribdi. Endi qarang, mana bu yerda nima demoqchi? Qarchi o'sha media turlari ham ko'payganda, masalan, undan oldin bosma bo'lishdan oldin gazeta bo'lgan bo'laysizlarmi? Yo'q, gazetani masalan odam qo'lda yozib gazeta chiqarmaydi-ku, sal toshib keldi. Magazin masalan, jurnallar chiqmaydi-ku. Ya'ni ko'proq turdagi media paydo bo'lganda, o'sha mass productiondan keyin. Endi qarang. Endi ular nima yozish haqidagi narsani ham kengaytiribman. Broadened qildi, what was written about. Qarang, authors no longer had to produce scholarly works. Avtorlar endi ortiq ilmiy ishlar chiqarishga majbur emas edi. Chunki qarang, mass productiondan oldin faqat qo'lda yozishgan, qo'lda yozganda o'sha ilmiy ishlar, kitoblar, ham o'sha ilm fanga doir narsa yozishgan xolos ular. Endi mass production bo'ldi, unaqa kitobni yozib o'tirish shart emas, bitta printerga tirs berib olsa, kitob chiqib kelaveradi u yoqdan. Ya'ni ular endi ortiq uni yozishga majbur emas, ilmiy ishlar. As was common until then, o'sha paytgacha common bo'lgan. But could write, lekin ular yozisha olardi endi. Nimani? For example, inexpensive, arzon, heart-rending love stories, qanaqadir romantic love storylar yozsa bo'lar ekan endi ular, or publish autobiographies, avtobiografiyalar chiqarsa bo'lar ekan ular, even if they were unknown, hattoki ular tanilmagan bo'lsa-da. Xo'p, endi bolalar qaranglar. Ada aytayapti, romance became more popular than serious fiction. Xullas, serious fictiondan ko'ra romanslar ko'proq mashhur bo'ldi. Mana romansga aloqador so'z love stories beryapti. Qarang mana bu. Lekin bu yerda comparison bormi? Ya'ni avtobiografiyadan ko'ra kuchliroq bo'ldi desa, qarang, ko'proq mashhur bo'ldi desa javob true bo'lardi. Agar avtobiografiyadan ko'ra mashhurligi kam edi desa, bu xato bo'ladi. Yoki mashhurligi teng edi desa ham xato bo'ladi. Lekin bu yerda solishtirish bormi, comparison? Yo'q. Shuning uchun ham A javobni bola chiqaramiz. Birada aytayapti, newspapers became more popular than books. Newspaperlar booklardan ko'ra nima bo'ldi? Mashhur bo'ldi. Endi chunki B javobda aytayaptiki, gazetalar ham kitobdan ko'proq mashhur bo'lib ketdi. Endi qaranglar, yaxshilab qaranglar.
Hozir birinchi o'rinda bu yerda kitob degan so'z bormi? Kitob degan so'z yo'q. Chunki gazetani savolda B'da kitob bilan solishtiryapti-da. Solishtirish uchun aytilayotgan o'sha kitob degan narsani qo'yish kerak. Tushunayapsizlar-a? Keyin bu yerda mashhurlik haqida ham so'z bormi? Mashhurlik haqida ham so'z yo'q. Aytayaptiki, texnologiya, qarang, printing so'zlar sonini oshirib yubordi. Mavjud so'zlar sonini va ko'proq turdagi media, qarang, mashhur emas. Medianing ko'proq turlari, masalan, gazeta va magazinlar yozilishi mumkin bo'lgan narsalarni ham kengaytirib tashladi. Bu yerda bolalar popular degan so'z yo'q, birinchidan. Ikkinchidan book degan so'z yo'q. Tushunyapsizlar-a? Ya'ni mavjud so'zlar sonini oshirib yubordi. Bu nima deganini o'ylayotgan bo'lish mumkin. Masalan, qaranglar. Bosib chiqarish paydo bo'lishidan oldin taxmin qilaylik, masalan, bir 1000 ta kitob yozilgan, o'rtacha 1000 ta kitob yozilgan 1940-yildan oldin, допустим. 1000 ta kitobni har birida aytaylik nechtadan, допустим, bir 100 mingtadan so'z bo'lsa, masalan, 1000 ni 100 mingga ko'paytiring, tam o'shancha so'z bo'lgan. Masalan, 1 millionta so'z bo'lgan mana oldin. Tushunayapsizlar? 1 million so'z bo'lgan. Endi printing kirib kelgandan keyin, printing kelgandan keyin, u printingda masalan oson-ku chiqarish hamma narsani chiqarib yuboradi, katta bosmalar, gazetalar chiqishini ko'rgansizlar, kitoblar chiqishini. U kelgandan keyin endi kitoblar chiqish tezlashib ketadi, natijada o'sha so'zlar soni 1 milliondan 2 million, 3 millionga oshib ketib qoladi. Bu shuni gapiryapti hozir. So'zlar soni ham oshib ketdi, ya'ni o'qiladigan narsa ko'payib ketdi. Va medianing ko'proq turlari ham, gazeta, jurnallar yozilishi mumkin bo'lgan narsani kengaytirdi. Ya'ni ular balki kitoblardan ko'proq mashhur bo'lgandir, balki mashhur bo'lmagandir. Bu hozir bizda not given. Okay, bu narsa berilmagan. Shuning uchun ham B'ni xato olishga majburmiz. Keyingisi bolalar. Sida aytayaptiki, readers asked more for more autobiographies. Ko'proq avtobiografiya so'rashgan. Bu yerda aytayapti, avtobiografiya chop etish, lekin bu yerda readerlar unga qiziqqanmi, uni so'raganmi va hokazo, u haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham bu ham javob ham C ham xato bo'ladi. Va bizga D javob to'g'ri kelish kerak. Sababi aytayaptiki, authors had a wider choice of topics. Avtorlarda kattaroq topik turlari bo'lgan. Ya'ni ular masalan qarang, o'shandan boshlab faqat scholarly work emas, inexpensive, heart-rending love stories chiqarish mumkin edi, autobiography chiqarish mumkin edi. Va mana bu joy bor, 3-qatorda oxiri. Broaden it what was written about. O'sha nima yozilishi mumkinligini ham nima qilgan? Kengaytirib yuborgan, deyapti. Shundan kelib chiqib biz D javobni to'g'ri olsak bo'ladi. Endi keyingi savol, in the third paragraph the writer focuses on the. Writer nimaga fokus qaratyapti? Qarang, polisi shu paragrafni hammasi o'qiysiz, har bitta qatorini mana indan boshlab turib cities gacha o'qiysizlarda. Qarang. Ma'nosini zo'rlab tushunib, keyin javob topish kerakligini o'shani javob chiqadi. Okay? Yes, in time, the power of the written word gave birth to the idea of authority and expertise. Qarang. Xullas, yozma so'zning kuchi tug'ilish berdi deyapti, ya'ni o'shani keltirib chiqardi. Authority va expertise degan g'oyani keltirib chiqardi. So'zning kuchi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, boshqaruv degan narsani keltirib chiqardi. Kuch degan narsa. Laws were compiled into official documents. Qonunlar rasmiy dokumentlarga to'planishni boshlabdi. Contracts were written down. Shartnomalar tuzilishni boshlabdi. And nothing was valid unless it was in this form. Hech narsa asosli bo'lmay qolibdi agar u shu formatda bo'lmasa, yozma shaklda bo'lmasa. Xullas, yozmadan boshqa narsani odamlar tanimay qo'yibdi. Tushunasizlar? Masalan, bizda shunaqa, mana bunaqa shartnomalar tuziladi, shartnomaga asosan ish qilinadi. Masalan, kimdandir tam bankdan shunday pul olib chiqib ketavermaysiz-ku, masalan, qo'l qo'yib, tam mana shunaqa ishlar qilinadi. Ya'ni o'sha paytda ham shu narsa boshlanibdi. Yozuv gapiradigan bo'ldi-da. Painting, music, architecture, dance were all important. Bular hammasi muhim edi. But the heartbeat of many cultures was turning the page of a book. Lekin o'sha ko'plab kulturalarning yuragi nimaga? Kitoblar sahifasiga o'tib ketayotgan. By the early 19th century, public libraries had been built in many cities. 19-asrda boshlarigacha kutubxonalar ko'plab shaharda qurilishni boshladi. Qurilib bo'lgan. Yes. Endi qaranglar. Anda aytayapti, legal concerns of the authors. Avtorlarda huquqiy, masalan, g'am tashvishlar. Endi bu degani, masalan, avtorlarda huquqiy g'am tashvish deganda aytaylik bir narsa bo'lishi kerak-da. Допустим, avtorlarda haqqi bor, yozgan narsani talab qilishga, mualliflik huquqi degan narsalar gapirganda edi, javob to'g'ri bo'lardi. Tushunyapsizlar?
Lekin hozir bu yerda tekstda u haqida ko'p narsa ketmagan. Даже ularda huquq haqida ham gap ketmagan. Tushunyapsizlar? Authority degani after bilan umuman boshqa narsa. After bu yozuvchi odam, authority bu hukumatdagi bir boshqaruv degan so'zni bildiradi. Boshqa so'zlar aslida bular. Endi bu yerda aytayapti, rapid changes in public libraries. Kutubxonalardagi tez o'zgarishlar. Bu public librarylar prosta qurildi deyapti. Ular o'zgarish haqida hali gap ketgani yo'q. Keyin rapid degan so'z qayerdan kelyapti bu? Tez o'zgarishlar. Tushunyapsizlar? Prosta oxirida kutubxonalar qurildi. Lekin ularda o'zgarish bo'lganmi, yo'qmi? U tezmi, yo'qmi? Hali u haqida ma'lumot yo'q bu yerda. Shuning uchun bu ham not keladi. Buni ham olmaymiz. Dida aytayapti, recognition of the book as an art form. Qarang, artni gapirgan. Masalan, painting, music, architecturelar hammasi muhim edi, lekin ko'plab kulturalarda yuragi kitobga o'tib ketayotdi. Qarang, ko'plab kulturalarda yuragi kitobga o'tyapti, lekin kitobni san'at sifatida qabul qilish yoki qabul qilmaslik haqida bu yerda gap yo'q hozir. Prosta o'sha kitob muhimlashib ketayotdi madaniyatlarda deyapti xolos. Bu madaniyat degan san'at degan emas birinchidan. Tushunyapsizlarmi? Mana culture ga madaniyat aralashtirmaylar. Bu cultures degani ko'plab madaniyatlar, ko'plab mamlakatlar degan ma'noni ham beryapti. Shuning uchun D ham xato bo'ladi. Javob o'z-o'zidan haqiqatan ham C, ya'ni growing status of the written word. Ya'ni yozma so'zni o'sib borayotgan nimasi statusi. Ya'ni o'z matnda ham ko'rsangiz bo'ladi. Authority g'oyasi berdi. Authority ya'ni boshqarishni berdi. Ya'ni kontraktlar yozilmasa u valid bo'lmay qoldi, asosli bo'lmay qoldi. Ya'ni bu degani so'zni obro'si nima qildi? Oshib ketdi. Shuning uchun ham javob mana C bo'lishi kerak 29 ga. Okay. 31 da mana hashtag qilib A javob to'g'ri bo'ladi. Xolos, accurate criticismda televizorda gapirgan. Mana men aytdim. Vaqtimiz olib qo'yadi televizorda gapirgan. Ko'proq educational content borligi taqqoslash ketmaganligi uchun not given. A javobda encourage more reading haqiqatan ham to'g'ri. Mana bu 3 marta ko'paydi o'qish degani haqiqatan o'qishni ko'paytirib berdi degan ma'noga to'g'ri keladi. Qarang, savolda aytayapti 32 da. Xo'p, qaranglar. Birinchi mana National Gallery bilan boshlanganni men tez o'qib tarjima qilib bermoqchiman. Qaranglar. National Gallery is housed in numerous rooms. Xullas, xalqaro o'sha mahalliy galereya turli xil xonalarda joylangan ekan. Each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitors possess. Qarang. Har birida dozens of 12 tadan ishlar bor ekan, san'at asarlari bor. Har bitta xonasida qarang. Ko'p xonalar, har bittasida san'at asarlari devorlarga osib tashlangan galereyada. Eshitinglar. Any of which, har qanaqa bittasi is likely to be, o'sha moyil bo'lar ekan, to be worth, arziydi. Qarang, qadr qiymati bor, more than all average visitor possess. Xullas, o'rtacha tashrif buyuruvchi odam, qarang, egalik qiladigan narsalarni hammasidan ko'ra ham ko'proq qadr qiymatli bo'lar ekan. Masalan, men ustimda, qo'limda tam telefonim, tam kiyimlarim, polniy kiyib shunday kirib boryapman-da. Men turmushim masalan ustimda hamma narsadan 1 million boringani 10 million bo'lsa, bitta turgan rasmni o'zi, допустим, men turishimdan qimmatda, qo'pol aytganda. Ya'ni masalan o'sha bitta rasmni o'zi, допустим, 10 million emas, 50 million. Unaqadan 12 ta bor, unaqadan xonalar to'la yotibdi. Tushunyapsizlar? In a society that judges the personal status of the individual. Qarang, jamiyatda qaysiki baholaydigan personal status odamning shaxsiy, individuallarning shaxsiy statusini so much by their material worth, ularni o'sha material qadr qiymatiga qarab baholaydigan biz jamiyatimizda deyapti. Ya'ni bu negativ so'z aslida. Masalan, odamlardagi puliga qarab, cho'ntagiga qarab baholaydigan jamiyatda it is therefore difficult not to be impressed. U yerdan ta'sirlanmaslik qiyin. Ya'ni bu degan u yerda odamlar albatta ta'sirlanib chiqadi by their own relative worthlessness. O'zlarining qadr qiymatsizligidan ta'sirlanib chiqishadi bunaqa environmentda deyapti. Ya'ni kirib qimmat narsalarni ko'rib odamlar, ha, men вообще arzimas ekanman, juda ham past odam ekanman degan мнение bilan, o'sha fikr bilan chiqadi deyapti. Tushunyapsizlar? Ya'ni bu haqiqatan ham javob C bo'ladi. Negativ effektni muzeyda vizitorlarning fikrlariga bo'lgan. Ya'ni vizitorlar o'z haqidagi fikriga bo'lgan negativ anaqasini, nima ta'siri bor bo'ladi. Shuning uchun ham javob bolalar C bo'lgan. Didagi bola artistic scheme degan narsa haqiqatan eslatib o'tilmagan.
tepadagi haqiqatdan ham Otabek aytgandek, A bilan B javoblar yo'q. Xo'sh,